do'stlar, bugungi ishimiz uстановка bo'lib o'tadi. Kamera masofamiz 1 kilometr. O'shanga yarasha dogovor qilganmiz narx-navosini. Xomashyolar olindi. Bozordan olindi, O'rizor bozoridan. Jarayonni boshladik. Mana shunaqa joy, ichkarilar zaxt, sovuq. Shuni hisobiga issiqroq kiyib olaverdik. Xudo xolasa. Kameralarni bittasini bu yoqqa qo'yish kerak, ikkinchisini bu tarafga qo'yish kerak. Hop, planimiz bo'yicha shu pistoletni otib germetishni bunga qotirmoqchi edik. Otdik ham, chochib yubordi. Endi xudo xolasa perfuratorda qotiramiz mana shu yerga. Mana shu obzorda olib beradi. Kameramiz 8 megapikselli bo'ladi. Bu switchlarimiz ham hammasi lamberotda ishlayapti. Yonibdimi? Mana shu miyasi bo'ladi. Hard. Ichidagi batareyka oyi, yili, soat o'zgarib ketsa, har doim mana shu batareykasini almashtirish kerak. Hop, joylashadigan joyi mana shu yerda televizor bo'ladi. Tepasiga energiyani qotirib yuboramiz. Bu ofisi. Xudo xolasa kameralar ishchi holatida hammasi ishimiz tamomlandi. Kameralar hammasi ishchi holatida. Tanasini ko'rib topganmiz chiroyli.